Hosiligi bir sotuvga podключ qilib tushirilgan ajoyib xonadonimizni obzorini ko'rsatamiz. Ketdik. Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan ko'rishmaganimizga ancha bo'ldi. Bu xonadonimizni bir sotuvga tushgan, lekin bir sotuvga ham shunaqa reja bilan shunaqangi zo'r qilib tushirilgan uyga hali ko'rmaganman. Birinchi qavatimizning o'zida zinani tagida shkaflari qo'yilgan. Har bitta qarich yerdan unumli foydalanilgan desa ham bo'ladi. Birinchi qavatimizda ikkita sanuzel joylashgan, bittasi dushoy, bittasida sanuzelga o'zi bor. Ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Zinalari mana shunaqa yonma-yon qilingan. Ikkinchi qavatimizning o'zida 3 ta xona joylashgan. Hozir biz hol qismida turibmiz. Birinchi xonani ko'ramiz. Spalnigimizning kattaligi anchagina katta qilingan, patolonlar oq rangli, high-tech usulida qilingan. Mebellari, kravatlari, gilamlari hammasi o'zida qoladi. Bu xonamizda bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona bo'lib, bu yerda ikkita kravatimiz va yumshoq gilamimiz bor. Bu ham hammasi o'zida qoladi. Va nihoyat 3-xonamiz mehmonxona hisoblanadi, lekin bu yerda ham o'zingizga qarab bolalar yotoqxonasi qilib qo'ysangiz bo'ladi. Oshxonamiz ham studiyniy variantda qilingan. Mana bu yerda yumshoqqina ugoloklarimiz, bu yerda oshxona uchun mo'ljallangan hamma texnikalari, xolodilnik, gaz plita hammasi o'zida qoladi. Bu yoq tomonimizdan kichkinagina ovqatlanadigan joy qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Bunaqa xonadonimizdan ikkitagina joylashgan. Bittasi hozirgina obzor qildik, bittasi tarsovoyda joylashgan. Bunisi hali remont bo'lyapti, lekin kelguningizcha o'sha remontni ham tayyor qilib qo'yamiz. Bu uy egalarining raqamlari, qo'ng'iroq qilib bemalol baraka qilsanglar bo'ladi.